Buyur. Özbek. Assalomu alaykum. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari. Majlisda kvorum bor. Majlisni ochish bo'yicha kimda qanday takliflar bor? Ochilsin. Kim ushbu taklifga qo'shilsa, ovoz berishingizni so'rayman. Rahmat. Majlisni ochiq deb e'lon qilaman. Kun tartibidagi masala bo'yicha Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida strategik rivojlanish va tadqiqotlar xalqaro markazi mustaqil izlanuvchisi Joniqulov Laziz Shakarboy o'g'lining 080004 qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti ixtisosligi bo'yicha qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimida funksional innovatsion tuzilmalarni rivojlantirish mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasining himoyasi. Ilmiy rahbar Farmanov To'lqin Haytmurodovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor. Rasmiy opponentlar Hasanov Tohir Abdurashidovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor. Beglayev Uchqun Xuramovich, iqtisodiyot fanlari, falsafa doktori, dotsent. Yetakchi tashkilot Guliston davlat universiteti. Dissertantning avtobiografik ma'lumotlari va shaxsiy hujjatlari bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kengash ilmiy kotibi, iqtisodiyot fanlari falsafa doktori Primov Abdulla Egamqulovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Talabgor Joniqulov Laziz Shakarboy o'g'li 1992-yil 16-martda Toshkent viloyati Qibray tumanida tug'ilgan. Ijtimoiy kelib chiqishi ziyoli, ma'lumoti oliy. 2012-yil Toshkent davlat iqtisodiyot universitetiga o'qishga kirgan va 2016-yil ushbu universitet iqtisodiyot fakultetining tarmoqlar va sohalar yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. Bakalavriat yo'nalishini shu bilan birga 2018-yil Toshkent moliya institutining menejment xizmatlar sohasi mutaxassisligi bo'yicha magistr darajasini olgan. Shu bilan birga bir qancha ta'lim tashkilotlarida o'z mehnat faoliyatlarini olib borgan, jumladan Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi, magistrantlik, Toshkent moliya universiteti va O'zbekiston Respublikasi qishloq va suv xo'jaligi vazirligi tizimidagi suv xo'jaligi sanoat korxonalari uyushmasi tashkilotida hisobchi va hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi vazirligi tizimidagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida strategik rivojlanish va tadqiqotlar xalqaro markazining institutsional islohotlar bo'limi boshlig'i vazifasida ishlab kelmoqda. Joniqulov Laziz Shakarboy o'g'li malaka imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirgan va ushbu dissertatsiya ishi professor Farmonov To'lqin Haytmurodovich ilmiy rahbarligida bajarilgan. Ushbu dissertatsiya ishini yozish davomida 10 ta ilmiy ish chop etilgan, jumladan O'zbekiston Respublikasi Oliy asosiy komissiyasi talablari asosida tavsiya etilgan ilmiy jurnallarda 6 ta maqola, jumladan 5 ta respublika va 1 ta xorijiy jurnalda hamda 2 ta xalqaro va 2 ta ilmiy respublika ilmiy amaliy konferensiyalar to'plamida dissertatsiya ishi bo'yicha maqolalar chop etilgan. Xo'sh, shu bilan birga dissertatsiya ishi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida strategik rivojlanish va tadqiqotlar markazida bajarilgan va hujjatlar bo'yicha hammasi muvofiq talablar asosida bajarilgan va talablarga javob beradi. Rahmat. Dissertantning avtobiografik ma'lumotlari va shaxsiy hujjatlari yuzasidan dissertantning o'ziga yoki ilmiy kotibga savollar bormi? Ma'lumot sifatida qabul qilinsin. Ma'lumot sifatida qabul qilinsin degan taklif bor. Kim shu taklifga qo'shilsa, ovoz berishingizni so'rayman. Rahmat. Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi, maqsadi, tadqiqot jarayonida olingan asosiy ilmiy xulosalar va ishlab chiqilgan ilmiy va amaliy tavsiyalar to'g'risida ma'ruza qilish uchun so'z dissertantga. Marhamat. Reglament 15 daqiqagacha.
Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hurmatli rais. Bugun sizlarga qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimida funksional va innovatsion tuzilmalarni rivojlantirish mavzusiga yozilgan dissertatsiya ishimizning asosiy ilmiy natijalari bilan tanishtirmoqdamiz. Dissertatsiyaning dolzarbligi. Jahonda mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, iqlim o'zgarishiga moslashish hamda kelajak avlod uchun barqaror oziq-ovqat tizimini yaratishda, aynan qishloq xo'jaligi boshqaruv tuzilmalarini takomillashtirishga qaratilgan sa'y-harakatlar xalqaro tashkilotlar tomonidan muhim omil sifatida e'tirof qilinmoqda. Shuningdek, xalqaro oziq-ovqat siyosati tadqiqot instituti IFPRI olimlarining ta'kidlashicha, barcha davlatlar 2030-yilga borib qishloq xo'jaligi boshqaruvida ko'p vazifali va afsuslanmaslik siyosatiga o'tishni taklif qiladi. Bunda asosiy maqsad bir vaqtning o'zida iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy samara beruvchi chora-tadbirlarning ustuvor bo'lishini taklif qilmoqda. Xususan, bu borada mamlakatimizda ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilgan. 2019-yili Prezidentimizning 58-53-sonli farmoniga asosan O'zbekiston qishloq xo'jaligi rivojlantirishning 2030-yilgacha mo'ljallangan strategiyasi qabul qilinib, ushbu strategiyada 9 ustuvor yo'nalish belgilangan. Ulardan biri aynan qishloq xo'jaligida davlat boshqaruv tuzilmasini restrukturizatsiya qilish va yanada rivojlantirishni nazarda tutuvchi boshqaruvning zamonaviy tizimlarini rivojlantirish yo'nalishlariga ustuvorlik qaratilgan. Ilmiy tadqiqotning asosiy maqsadi qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimi samaradorligini oshirish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va amaliy tavsiyalar berishdan iborat, ishlab chiqishdan iborat. Birinchi ilmiy natija: qishloq xo'jaligida boshqaruv samaradorligini baholashda indikatorlar va subindikatorlarni inobatga olgan holda baholash uslubi taklif etilgan va boshqaruv samaradorligini juda samarasiz 1-1 hamda juda samarali 4,5 kabi shkalalar orqali baholash asoslangan. Hozirgi kunda jahonda qishloq xo'jaligi boshqaruvi davlat boshqaruv samaradorligini baholashda xorijiy mamlakatlarda quyidagi modellardan foydalanilmoqda. Ushbu modellarning o'ziga xos xususiyatlari, indikatorlari mavjud. Shuningdek, O'zbekistonda ham KPI asosida ijro samaradorligini baholash modeli qo'llaniladi. Lekin KPI modeli ko'p hollarda ijtimoiy ta'sir, innovatsion yondashuv hamda xizmat sifati kabi ko'rsatkichlarni yetarlicha qamrab ola olmaydi va formal ijroga asosiy e'tiborni qaratadi. Bu modellarning o'ziga xos xususiyatlari, baholash yondashuvlari, indikatorlari mavjud. Shuningdek, ushbu modellarni tematikasidan kelib chiqqan holda biz davlat boshqaruv samaradorligini baholashda mahalliy ishlab chiqaruvchilarning fikr bahosi asosida ishlaydigan fermerlar, agrosanoatlar subyektlarini va ekspertlarning muloqoti asosida ishlaydigan baholash uslubini taklif etyapmiz va taklif qilinayotgan baholash uslubi ushbu 5 ta yo'nalishni qamrab olgan va har bir yo'nalish uchun biz indikatorlar ishlab chiqqanmiz va har bir indikatorlarning subindikatorlarini ko'rishingiz mumkin. Bunda asosiy masala indikatorlar va subindikatorlarni 1 dan 5 gacha baholash hamda vaznni baholashda ekspertlarning baholashiga tayanishni taklif etyapmiz. Xususan, ushbu o'rtacha vazn darajasini aniqlash uchun birinchi formulani taklif etyapmiz. Hamda ushbu o'rtacha vazn birinchi formula har bir hisoblangan subindikatorlarning natijalarini birlashtirish va umumiy institutsional samaradorlikning integral ko'rsatkichini hisoblash uchun ikkinchi formulani taklif etyapmiz. Shuningdek, har bir yo'nalish bo'yicha hisoblangan samaradorlik ko'rsatkichlari yig'indisi orqali davlat boshqaruv samaradorligini yig'ma ko'rsatkichini 3-formula orqali hisoblashni taklif etyapmiz va ushbu ko'rsatkich natijalarini eng quyi shkala juda samarasiz hamda 1-4 oralig'ida hamda juda samarali 4,5 oralig'ida baholashni taklif etyapmiz. Ikkinchi ilmiy natija: iqlim o'zgarishlari ta'sirini yumshatishga qaratilgan proaktiv va nexus yondashuvlar asosida faoliyat yuritadigan qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimini implementatsiya qilishga ko'maklashish maqsadida agrar tarmoq boshqaruv tuzilmalari faoliyatini tahlil qilish va koordinatsiya ofisini tashkil etish asoslangan. Xususan, respublikamizning qishloq xo'jaligi tarmog'ining umumiy dinamikasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, oxirgi 5 yilda qishloq xo'jaligining jamiyatdagi ulushi 150 trilliondan 266 trilliongacha o'sganini ko'rishimiz mumkin. Shuningdek, boshqaruv xarajatlariga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, oxirgi 5 yil ichida qishloq xo'jaligi vazirligi 385 milliarddan 1 trillion 561 milliardgacha o'sgan ko'rishimiz mumkin va bunday holat boshqa tashkilotlarda ham kuzatilgan. Boshqaruv xodimlar soniga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2020-yilda 2537 dan tashkil qilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib 2195 tagacha qisqargan, optimallashgan va bunday holat boshqa tashkilotlarda ham kuzatilgan.
hududlar kesimida boshqaruv idoralari soni har xil hamda hududdagi tumanlar soni va hududning ixtisoslashuvi bilan bevosita bog'liq. Tadqiqotlar davomida biz quyi tizimni o'rganish maqsadida ikkita mezon asosida tanlab olganmiz. Ya'ni hududiy joylashuvni hisobga olgan holatda 3 ta viloyat, sharqiy qismidan Xorazm, Namangan, janubiy qismidan Surxondaryo hamda g'arbiy qismidan Xorazm viloyatlarini tanlab olganmiz. Hamda ushbu hududlarning ixtisoslashuvidan kelib chiqqan holda ushbu har bir viloyat kesimida 3 tadan tumanlarni tanlab olganmiz. Ya'ni paxta-g'alla, meva-sabzavot hamda gibridga ixtisoslashgan tumanlar. Tadqiqot davomida tanlab olingan hududlarda boshqaruv xarajatlari, moddiy texnik bazasi, shuningdek umumiy faoliyat tahlil qilingan. Ushbu hududlarda so'rovnoma o'tkazganmiz va so'rovnomada hududiy boshqaruv xodimlari hamda ishlab chiqaruvchilar qamrab olingan. Hududdagi boshqaruv xodimlaridan o'tkazilgan so'rovnomalar natijasiga ko'ra ularning aksariyati moliyaviy resurslarning yetishmasligi, iqtisodiy imkoniyatlarning cheklanganligi, oylik maoshlarining pastligi, hududiy ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni boshqarishda mahalliy xususiyatlarning hisobga olinmasligi, faoliyatda kamchiliklarni bartaraf etishda respublika tashkilotlarining bevosita harakatiga bog'liq bo'lib qolishligini keltirishgan. Shundan kelib chiqqan holda biz muammolarni bir tizimga tizimlashtirdik. Hamda shuni aytishimiz mumkinki, hozirgi kunda qishloq xo'jaligiga oid yo'nalishlarda boshqaruv bilan bog'liq tashkiliy tuzilmalarning soni ko'pligi va statusiga ko'ra mustaqilligi saqlanib qolingan. Shuningdek, o'zaro hamkorlikni ta'minlashda o'z moduliga tortish holatlari kuzatilmoqda. Shuningdek, boshqaruv tuzilmalari o'rtasida o'rta va uzoq muddatga mo'ljallangan strategik rejalarning yo'qligi, shuningdek ilmiy innovatsiyalarni joriy etishda bir-biri bilan bog'liq bo'lgan turli agrotexnik tadbirlarni mustaqil boshqaruv idoralari ta'sirida natijadorligi pastligi bo'lib qolish, ya'ni sug'orish texnologiyalarini aynan qishloq xo'jaligida suv bilan ta'minlash bo'yicha suv xo'jaligi biriktirilganligi va quyidagi boshqa kamchiliklarni tizimlashtirganmiz. Shuningdek, ushbu muammolarni umumiy boshqaruv samaradorligini ta'minlashda qandaydir ma'noda salbiy ta'sir qilyapti va ushbu muammolarni hal qilishda biz agrar tarmoq boshqaruv tuzilmalari faoliyatini tahlil qilish va koordinatsiya ofisini tashkil qilishni taklif etyapmiz. Ushbu koordinatsiya ofisi Vazirlar Mahkamasi huzurida tashkil qilinadi va ofis qishloq xo'jaligi, suv xo'jaligi, ekologik qo'mita, veterinariya qo'mitasi va sohaga oid uyushma va nodavlat tashkilotlar, shuningdek agentlik va tarmoq inspeksiyalarini integratsiya qiladi. Hamkorlar sifatida oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tadqiqot institutlari va xalqaro ekspertlar jalb qilinadi. Moliyalashtirish manbaiga keladigan bo'lsak, aynan ilmiy tadqiqot muassasalariga xalqaro moliya tashkilotlaridan ajratilayotgan mablag'lardan 3% hamda budjetdan tashqari mablag'lardan 5% ni ajratishni taklif etyapmiz. Shuningdek, xalqaro 3-ilmiy natija. Agrar tarmoq nodavlat boshqaruv tuzilmalari milliy federatsiyasini tashkil etish orqali qishloq xo'jaligida davlat va nodavlat boshqaruv organlari, agrar tarmoq uyushmalari faoliyat samaradorligini oshirish, ular o'rtasida integratsiyani barqaror rivojlantirish taklif etilgan hamda uning iqtisodiy huquqiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asoslangan. Xususan, nodavlat notijorat tashkilotlariga keladigan bo'lsak, bunday tashkilotlar bizda mustaqillik yillaridan beri tashkil qilingan. Ularning qaysidirlari haligacha faoliyat olib boryapti, qolgan qismlari yoki tugatilgan yoki xususiy sektorga o'tkazilgan. Bu borada bizning mamlakatimizda huquqiy baza ham shakllantirilgan. Aynan nodavlat notijorat tashkilotlar bo'yicha qonun 99-yili qabul qilingan. Shuningdek, ularning faoliyatlarini kafolatlash bo'yicha qonunimiz 2007-yili qabul qilingan. Lekin asosiy nodavlat tashkilotlar, aynan qishloq xo'jaligiga tegishli islohotlar 2017-yildan boshlangan va yangidan 12 ta uyushma tashkil qilingan 17-24-yillarda. Xususan, uning dinamikasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, oxirgi 5 yilda nodavlat tashkilotlarda 9098 tadan 9614 tagacha ortgan soni, qishloq xo'jaligida esa 9 tadan 15 tagacha ko'paygan. A'zolarning soniga 20-yilda 9 ta uyushmaga 7312 ta a'zo to'g'ri kelayotgan bo'lsa, 24-yilga 15 ta uyushmaga 12640 ta a'zo to'g'ri kelmoqda. Agrar subyektlarning o'tkazilgan so'rovnomalar natijasiga ko'ra, ularning ko'p qismi aynan nodavlat notijorat tashkilotlar bilan birgalikda hamkorlik olib bormasligini ta'kidlagan. Bunga sabab sifatida, ya'ni ma'muriy byurokratik jarayonlar, davlat aralashuvi yuqoriligi, uyushmaning rahbarlari aynan davlat idoralari tomonidan lavozimga tasdiqlanishi hamda uyushmalarning muammolarini, manfaatlarini himoya qilishda yuqori turuvchi organlarda uning manfaatlarini himoya qilish sustligi, ishonchsizligi mavjudligini aytishgan. Shuningdek, so'rovnoma natijalari va nodavlat tashkilotlarga tegishli normativ huquqiy hujjatlarni tahlil qilishimiz orqali biz quyidagi muammolarni tizimlashtirdik.
Shuning aytishimiz mumkinki, nodavlat notijorat tashkilotlar hozirgi kunda vertikal boshqaruv tizimi asosida yuqoridan pastga qarab alohida qarorlar bilan tashkil qilinmoqda. Shuningdek, rahbar va o'rinbosarlari Vazirlar Mahkamasi tomonidan lavozimlarga tasdiqlanmoqda. Tashabbuslarning quyi tizimdan yuqoriga qarab harakatlanmasligi a'zolarning a'zolik badali to'lamasligiga olib kelmoqda. Shuningdek, vazirlik va qo'mitalarning tashkil tuzilmasini shakllantirishda bevosita nodavlat tuzilmalarni ularning tarkibiga biriktirib qo'yish holatlari mavjud va ushbu muammolardan kelib chiqib hamda xorijiy mamlakatlar tajribasidan kelib chiqqan holda biz agrar tarmoq nodavlat boshqaruv tuzilmalarini milliy federatsiyasini tashkil etishni taklif etyapmiz. Ushbu federatsiya o'z faoliyati doirasida a'zolarning manfaatlarini himoya qilish hamda uyushmalar o'rtasida integratsiya tarzida tashkil etish, qiyinchiliklar, ma'muriy to'siqlar, qonunchilikdagi bo'shliqlarni birgalikda hal etish hamda tajriba almashish, o'zaro integratsion hamkorlikka asoslangan faoliyatni amalga oshiradi. Shuningdek, birinchi bosqichda biz mana shu tashabbuskori yuqori bo'lgan uyushmalarni birlashtirishni taklif etyapmiz va ularga vazirlik qo'mitalar tashkiliy huquqiy ko'mak berib boradi. Shuningdek, moliyalashtirish mexanizmi sifatida biz agrosuda fondini tashkil qilishni, shuningdek, davlat organlari faoliyatida bevosita qishloq xo'jaligiga oid boshqaruv organlarining faoliyati samaradorligini baholashda uyushmalar tomonidan so'rov o'tkazish va yillik hisobotlarni eshitish tizimini yaratishni hamda quyidagi davlat tomonidan huquqiy hamda tashkiliy iqtisodiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini taklif etyapmiz. 4-ilmiy natija. Boshqaruv xodimlar soni, raqamlashtirish darajasi, jalb etilgan investitsiyalar, qishloq xo'jaligida band aholi soni kabi omillarni e'tiborga olgan holda qishloq xo'jaligida boshqaruv xarajatlari o'zgarishining 2030-yilgacha mo'ljallangan prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqilgan. Tuzilgan ko'p omilli ekonometrik modelda natijaviy omil sifatida boshqaruv xarajatlari o'rin egallagan. Jadvaldan ko'rishimiz mumkinki, omillar o'rtasida hamda natijaviy omil o'rtasida bog'lanishlar o'rtacha kuchli bog'lanishga ega hamda omillar o'rtasida bog'lanishda jut korrelatsiya koeffitsentlari ya'ni multikorrelyanarlik mavjud emas. 0.7 talabni bajaryapti. Xulosa qiladigan bo'lsak, investitsiyalar hajmi 1% bo'lsa, boshqaruv xarajatlari 0.614% ga ko'payishini ko'rsatmoqda. Shuningdek, raqamlashtirish darajasi 1% o'sishi natijasida 0.484% ga kamayishini bildirmoqda. Determinatsiya koeffitsiyenti natijalariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 0.933, demak, modeldagi natijaviy omillardan natijaviy omil 93.3% modelga kiritilgan omillardan iboratligini bildiradi hamda p qiymat probability, ya'ni ehtimollik 0.100 dan kichik, ya'ni bu model 95% gacha ishonchliligini ko'rsatmoqda hamda natijaviy omil va ta'sir etuvchi omillarni trend model tuzilib tahlil qilindi va qiymatli ekonometrik modelga qo'yilib prognoz qiymatlari ishlab chiqildi va prognoz qiymatlari quyidagilarni tashkil qildi. Rahmat e'tiboringiz uchun. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, ma'ruzachi dissertant ma'ruzasini tugatdi. Marhamat, kimda qanday savollar bor? Marhamat. Iqtisodiyot fanlari doktori professor Nazarqul Umidjon. Rahmat, yaxshi demonstratsion bo'ldi. Ko'rib turibdi, ishda chuqur yondashganmiz, prezentatsiyani yaxshi ko'rsatib. Bir ikkita savol paydo bo'ldida, men hozir mana yaxshi misollarni keltirganmizki, ko'rsatkichlar anaqa yalpi mahsulot bo'yicha. Siz uni anaqa deflator bilan foydalandingizmi yoki yo'qmi? U anaqa qiymatini, yalpi mahsulot qiymatini. Çünkü sizde dinamika berilyapti, to'g'rimi? Jadvaliniz bor edi, uni ko'rdim. Jadvalni ochib oling. Yo'q, tepaga ketavering. Yalpi mahsulot tepaga ketavering. Pardon. O'zi pastda bo'lsin. Mana shu bo'lsa kerak. Mana ko'ryapsizmi, siz bu yerda hozir qiymat mana shu, mana shu. Qishloq xo'jaligi vaziri xarajatlari bor. Xarajatlar o'zgarishi. Anaqa, keyin mana yalpi mahsuloti.
Bu yalpi mahsulotimi? Ha, mana. Ha, bu yerda deflatorni e'tiborga olganmisiz? Mana shu 5 yil davomidagi bo'lgan. Chunki narxlar o'zgaryapti, ham anaqa ishlab chiqarish vositalariga, ham mahsulotlarga. Rahmat ustoz savol uchun. Ha, bu birinchi savol, keyin ikkinchi savol sira berib ketay. Anaqa milliy federatsiya deysiz, juda zo'r, yaxshi anaqa, nima deydi, chunki nodavlat xo'jalik yurituvchilarni qo'shilishi yoki tashkiliy tomonlarini kuchaytirishga anaqa qilyapsiz, tavsiya beryapsiz, yaxshi. Bu jarayonni masalan chet elda yoki bir mana shu rivojlangan davlatlarda qanday olib borganligini o'rganganmisiz? Bir ikkita misolga nima deydi, keltirganmisiz ishingizda ham, shuni bilmoqchiman. Shu ikkita savol. Rahmat ustoz savol uchun. Birinchi savolga keladigan bo'lsak, bu manbalarni biz aynan statistikadan olganmiz. Bu yerda endi asosiy yalpi mahsulotda biz shu mamlakatimizda ishlab chiqilgan hamda ishlab chiqish va xizmat ko'rsatishda yaratilgan qiymat hisoblanadi. Aynan o'sha qiymatni aniq ko'rsatkichlarni statistikadan olganmiz va yillar kesimida ushbu dinamikani tahlil qilganmiz, ya'ni o'sish ko'rsatkichlari. Bunda deflatorlar nominalmi yo realmi bu? Nominal yoki realmi? Bu real ko'rsatkichlar, chunki biz aynan statistika qo'mitani yil yakunida ko'rsatiladigan hisobotlardan olganmiz. Shuning uchun bu real ko'rsatkich. Chunki betar balki 2 barobar oshganda qishloq xo'jalik mahsulotlarimiz agar bunga qarasak. Mayli, ikkinchi savolga keladigan bo'lsak, nodavlat tuzilmalar biz aynan ilmiy tadqiqot ishimizda xorijiy tajribani o'rganganmiz. Bu borada biz Fransiya tajribasini hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining nodavlat tuzilmalari bo'yicha tajribani o'rganganmiz. Amerikada aynan fermerlarni bevosita ishlab chiqaruvchilarni himoya qiluvchi fermerlar palatalari mavjud. Aynan ushbu palatalar ishlab chiqaruvchilarning manfaatlarini himoya qilish uchun yuqori turuvchi tashkilot hukumatda lobbichilik vazifasini bajaradi. Ya'ni lobbichilik bu aynan ularning manfaatini himoya qilishda davlat idoralariga ta'sir ko'rsatishni bildiradi. Shuningdek, ular o'qitish, malaka oshirish hamda subsidiya, ya'ni Jahon savdo tashkiloti doirasida amalga oshiriladigan davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari bo'yicha, ya'ni subsidiyalar ajratish bo'yicha aynan shuni qanday tartibda olish mumkin, mana shu yo'nalishlarda xizmat ko'rsatadi. Shuningdek, Fransiya tajribasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Fransiya tajribasida xususiy sektor, mana shu nodavlat notijorat tashkilotlarining nufuzi juda yuqori hisoblanadi. Ya'ni ularda boshqaruv tizimi cogestion degan tizim orqali shakllanadi, ya'ni birgalikda boshqarish tizimi. Ularda asosiy eng nufuzli hamda ta'sir ko'rsatuvchi qishloq xo'jaligi federatsiyalari mavjud. Bu federatsiyalar 200 mingdan ortiq a'zolarni o'z ichiga qamrab oladi hamda hududlar kesimida 20 ga yaqin federatsiyalarni birlashtiradi va bundan tashqari fermerlar palatalari mavjud. Aynan ushbu palatalar bevosita davlat bilan o'rtasidagi hamkorlik, muzokaralar hamda Yevropa ittifoqi tomonidan aynan qishloq xo'jaligi siyosatini shakllantirishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Lekin aytishimiz mumkinki, qishloq xo'jaligi fermer palatalari aynan davlat idoralari bilan hamjihatlikda yarim davlat, yarim xususiy sektorga o'xshab tashkil qilinadi, chunki davlat tashkilotlarining asosiy ijroga doir qarorlarini hududlar kesimida fermerlar palatalari amalga oshiradi. Lekin bir narsani aytishimiz mumkinki, ushbu fermerlar palatalaridagi vakillar aynan fermerlar ichidan tanlab olinadi, saylanadi. Har 6 yilda bir marta saylov o'tkaziladi. Hududlar kesimida, respublika kesimida bir-birini saylash orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, boshida aytib o'tgan aynan federatsiya vakillari bu agrar subyektlarning 90% dan ortig'ini birlashtirganligi sababli fermer palatalarini saylovlarida ishtirok etadigan agrar subyektlar bevosita shu federatsiyaga tegishli
a'zo bo'lgan agrosubyektlar hisoblanadi. Manfaatdor. Shuning uchun xususiy sektorning talabi, xususiy sektorning muammolari bevosita davlatga to'g'ridan to'g'ri yuzlanadi hamda ushbu Fransiyadagi agrofederatsiyalar to'g'ridan to'g'ri davlat prezidentiga kirish imkoniyati mavjud hamda agarda davlat bilan muzokaralar olib borishda, masalan, davlat tomonidan qandaydir standartlar joriy qilishda, pestitsidlarni kamaytirish yoki qandaydir qat'iy choralar, ekologik choralarni qo'llashda ular norozi bo'lsa, ya'ni qo'llab-quvvatlamasa, norozichilik aksiyalarini o'tkazishi mumkin. Bunday holatlar ularda kuzatilgan. Ya'ni 24-yili Mirsakur degan shartnoma asosida Janubiy Amerika bilan birgalikda bojlarsiz, tariflarsiz bevosita savdo aloqalarini amalga oshirish bo'yicha kelishuv imzolanganda, aynan hududiy mana shu Fransiyadagi fermerlar bosh ko'tarib chiqishgan, aynan bizni ishlab chiqarishga bevosita narx-navoga ta'sir ko'rsatadi deb, ular shu yo'llarda barrikadalar hosil qilishgan. Mana shunday ta'sirga ega. Shuning uchun ham bu qonun bilan belgilab qo'yilgan. Aynan davlat idorasi qandaydir qaror loyiha ishlab chiqishda, qonun qabul qilishda bevosita ularning fikrini olishni talab etadi. Bu qonun bilan belgilangan. Marhamat, yana savollar. Iqtisodiyot fanlari doktori professor Jo'rabayev, Otabek Jo'rabayev. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli o'zbek kengashi a'zolari. Estatistika işte aniqlashtiruvchi savol bor edi. Qatnashimizga. Demak, birinchi yil yangimiz bo'yicha shkala tanlab olingan. Bir va birindan 4. Aytingchi, nega aynan xuddi shunday shkalalar tanlab olindi? Bunga biror ilmiy asos bormi? Nega 1 va 2 emas? Birinchi savol. Ikkinchi savol. Demak, birinchi jadvalida qishloq xo'jaligini davlat boshqaruv samaradorligini baholash indikatorlari taklif etilgan siz tomonidan. Mana bu yerda iste'mol samaradorlik bo'yicha ikkinchi jadvalda aniq bir indikatorlar keltirilgan. Nega mana bu qolgan muhim yo'nalishlar bo'yicha xuddi shu kabi indikatorlar keltirilmagan? Rahmat ustoz savol uchun. Birinchi savol bo'yicha aytadigan bo'lsak, bu baholash shkalalarini biz aynan shu xorijiy mamlakatlarning bevosita tajribalari asosida ularning tematikasidan kelib chiqqan holda shakllantirganmiz. Xususan biz yuqorida Citizen Centric Evaluation, Result Based Evaluation hamda Jahon banki tomonidan har yili bir yilda bir marta e'lon qilinadigan World Wide Governance Indicators tomonidan davlat boshqaruv samaradorligini baholashga yo'naltirilgan shunday indikatorlar bor hamda ularning bevosita biz baholash indikatorlari qanday hisoblanadi, qanday shkalalarga qo'yiladi deganimizda aynan mana shunday ko'rsatkichlarga bog'liqligini ko'rsatgan. Shuningdek, biz ularning tematikasidan kelib chiqqan holda bevosita indikatorlarda biz vazn o'lchash bo'yicha ko'rsatkichlar berganmiz. Aynan aniq indikatorlar bo'yicha. Chunki bu indikatorlar bergan indikatorlarimiz aynan boshqaruv samaradorligiga turlicha ta'sir ko'rsatadi. Chunki xo'jalik muammolarini o'rganishda quyi boshqaruv bo'g'inlarining ishtiroki bevosita boshqaruv samaradorligiga ko'proq ta'sir qilishi mumkin. Davlat xizmatlaridan foydalanishda, ya'ni raqamlashganlik darajasi yuqori bo'lishiga qaraganda 4-indikator ta'siri yuqori. Shuningdek, ushbu vazn ko'rsatkichlarini baholashda biz bevosita ekspertlarning xulosasiga, ekspertlar tomonidan baholashga asoslanganmiz. Umumiy 1 ballni tashkil qilsa, uni indikatorlar tizimida eng kerakligi, eng muhimligi darajasidan kelib chiqqan holda baholashni taklif qilganmiz. Shuningdek, natijaviy ko'rsatkich bevosita kasrli sonni ko'rsatadi. Aynan integral ko'rsatkichni hisoblaganda. Shuningdek, bunday kasrlar o'rtasida, ya'ni butun son bermaganmiz. Nima uchun degan savolga, aynan butun son bilan biz har xil ssenariylar ballar qo'yib hisoblab chiqdik. Aynan butun son berganimizda natijaviy ko'rsatkich 2 bilan 3 oralig'ida qolib ketayotganligini ko'rsatdi. Hamda oraliq masofa diapazon uzoqligini ko'rsatdi. Shuningdek, biz aniqlashtirish uchun ushbu muammolar real holatga yaqin bo'lish uchun mana shunday
shkalani taklif qildik. Shuningdek, butun sonning sababi aynan shu eksport baholashga asoslanganda integral ko'rsatkichni hisoblaganda o'z-o'zidan butun son kelib chiqishi sababli shunday shkalani taklif qildik. Ikkinchi savolga javob beradigan bo'lsak, biz bu avtoreferatning hajmi bevosita belgilangan me'yordan oshib ketmasligi sababli biz bu avtoreferatda qolgan samaradorlik ko'rsatkichlarining indikatorlarini keltira olmadik, lekin bu ilmiy ishimizda bor. Aynan institutsional samaradorlikdan tashqari moliyaviy ma'lumot maslahat xizmatlari almashinuvi, moliyaviy samaradorlik, bozor infratuzilmasi samaradorligi, ekologik samaradorlik yo'nalishlarida biz aniq indikatorlar ishlab chiqqanmiz. Bunda xususan aytadigan bo'lsak, ma'lumot maslahat xizmatlari samaradorligi indikatorlarida biz ana ilmiy yangiliklar haqida xabardorlik, agro konsalting xizmatlaridan foydalanish darajasi, elektron platformalardan foydalanish darajasi kabi indikatorlarni kiritganmiz. Marhamat, yana savollar iqtisodiyot fanlari doktor professor Sultonov Bahodir Rajumarov. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli ustozlar, hurmatli mehmonlar. Aziz Shakarboyevlar, Lazbek, savol faqat qisqaroq. Hozir o'tayotgan savollaridan yana nima chiqdi-da, juda to'g'ri izoh berdingiz. Endi bu juda kompleks ko'rsatkichlar, juda katta ko'rsatkichlar, indikatorlar, usul indikatorlar. Meni o'sha yerda qiziqtirgani masalan mana ekologik samaradorlik va unday indikatorlar yig'indisi. Shuni masalan endi baribir indikator o'rganishga aniq hisob-kitob qiladigan miqdoriy ko'rsatkichlar kerak. Shuni ikki og'izdan tushuntiring, qanaqa ko'rsatkichlarni siz oldingiz? Rahmat ustoz savol uchun. Ekologik samaradorlik indikatorlarida hozirgi kunda bizda aynan dolzarb bo'lgan mana shu fermerlar tomonidan, xalqaro tashkilotlar tomonidan aynan e'tibor qaratiladigan yo'nalishlarni belgilab olganmiz. Ya'ni qishloq xo'jaligida bevosita amaliyoti, qishloq xo'jaligi amaliyoti bevosita suv tanqisligi, yer degradatsiyasi hamda bioxilmasligining yo'qolishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shundan kelib chiqqan holda biz degradatsiyaga uchragan yerlar ulushi, organik to'g'rimi, litsenziyasi bor, xo'jaliklar soni, sertifikat, bu tushunarli. Rahmat. Endi shu savol davomi. Endi haqiqatan ham bu katta ko'rsatkich, katta tizimlarni ko'rsatkichlarni o'z ichiga olgan. Bir hisoblab ko'rdingizmi? Masalan, qishloq xo'jaligi vazirligi qanday ekan, hozir mana shu indikatorlar asosida baholaganingiz, suv xo'jaligi, unda kichikroq bir hisob-kitobingiz bormi? Rahmat ustoz savol uchun. Biz taklif qilayotgan aynan ushbu baholash uslubi o'sha tumanlar kesimida, viloyatlar kesimida bevosita boshqaruv idoralarini baholashga ixtisoslashgan. Lekin biz buni ozgina ixtisoslashtirish orqali klaster misolida baholab ko'rdik. Xususan Surxondaryo viloyatidagi Bek Agro klaster bo'yicha baholadik va ushbu baholash natijalari klaster 8183 gektar maydonga ega, 227 ta klaster. Umumiy xulosasi nima bo'ldi shu klaster? Umumiy xulosasi klasterni o'rtacha samarador ko'rsatkichini ko'rsatdi, 2,67 ni. Ya'ni bunda asosiy muammolar bevosita institutsional samaradorlik bilan bog'liq bo'lyapti. Ya'ni klaster o'ziga a'zo bo'lgan fermerlarga ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashda bevosita bu tashabbus unchalik ishlamayapti. Ya'ni budjetdan tortib, moliyalashtirishdan tortib barcha yo'nalishlarda, ya'ni budjetning ochiqligini ta'minlamaydi. Shu jarayonlarda aynan institutsional samaradorlikda bevosita past ko'rsatkichga ega bo'ldi. Hamda ma'lumot maslahat xizmatlarida ko'p hollarda klaster bu jarayonlarni aynan fermerlarga tashkil qilib bermasligi, asosan intensiv tarzda mahsulot yetishtirishga ixtisoslashganligi uchun ekologik samaradorlikda ham qaysidir ma'noda qaysidir fermer xo'jaliklari quyosh panellarini masalan foydalansa, lekin asosiy e'tibor bu organik ishlab chiqarish, masalan ekologik standartlarga uncha ishlamaydi. Ular shu intensiv tarzda mahsulot yetishtirganligi tufayli unchalik e'tibor qarashmaydi. Endi to'rtinchisi, keyingi savol.
Men dissertatsiya bilan tanish emas edim, olib qaradimda juda bir qiziq narsalar bor ekanda, ham nasib bo'lsa olib o'qiyman. Mana bu yerda 2.9-jadval dissertatsiyaga. Bu yerda berilyaptiki, 3 ta hudud tanlab olingan. Namangan, Surxondaryo, Xorazm, to'g'rimi? Bu yerda berilyapti, juda qiziq narsa bu haqida. 2.9-jadvalingizda qarang, Namanganga nisbatan, Xorazm viloyatiga nisbatan Surxondaryoda har bir boshqaruv xodimiga to'g'ri keladigan qishloq xo'jaligi yer maydoni. Qarang, Namangan bilan Xorazmga nisbatan Surxondaryoda 4 barobar ko'p ekan. To'g'rimi? Endi 2.8-jadvalingizda ularga ajratiladigan byudjet mablag'lari nisbatan tafovut katta ekanda. Shuni ma'nosi, shu nima xulosa qildingiz, shu nima ekan shuni? Rahmat savol uchun. Bu bevosita kadrlar bilan bog'liq masala. Aynan biz bu jadval orqali bevosita boshqaruv idoralariga tushayotgan yuklamani ko'rganmiz. Ya'ni bundan oldingi 208-jadvalda moliyalashtirish mexanizmi. U yerda aynan deputatlar kengash tomonidan yil oxirida keyingi yil uchun qabul qilinadigan byudjet xarajatlari ko'rsatilgan. Aynan ushbu ajratilgan mablag'larning asosiy qismi baribir ish haqqiga yo'naltirilmaydi. Ya'ni uning ichida rekonstruksiya qilish, boshqa yo'nalishlarga ham ajratiladi. Shundan kelib chiqqan holda biz xulosa qilishimiz mumkinki, shu bevosita so'rovnoma o'tkazganimizda ham muammo ko'tarildi. Aynan tuman bo'limlarida xodimlarning oylik maoshi past, yetarli darajada emas, hamda o'zimizning funksional vazifalarimizni to'liq bajara olmaymiz, chunki hokimiyatlar turli davlat idoralarini ishchi guruh tarkiblariga qo'shib qo'yadi va shuni orqasidan bizda bevosita boshqaruv samaradorligi past, lekin yuklama yuqori. Ya'ni har bir xodimga juda katta maydon, o'rtacha 4000-5000 gektar maydon to'g'ri kelyapti degan xulosalarni shakllantirishimiz. Rahmat. Oxirgi savolim, seminardan bergandim, endi bir qiziqda, chunki bizlar dissertatsiyangizni chuqur o'qimaganimizdan bizga shuni xulosani bersangiz, mana o'sha prognozda ham qarang, asosiy ko'rsatkichlar prognozda pasayyapti. Masalan, qishloq xo'jaligi band bo'lgan aholi soni pasayyapti. Qishloq xo'jaligi vazirligida boshqaruv xodimlari pasayyapti, lekin negadir xarajatlar miqdori oshish tendensiyasi kuzatilyapti kelajakda. Shunga izoh bersangiz. Rahmat ustoz savol uchun. Biz buni aynan davlat tomonidan maqsadli dasturlar doirasida ko'rib chiqadigan bo'lsak, aynan prezidentimizning F15-sonli farmoniga asosan raqamli 2030 O'zbekiston strategiyasi qabul qilingan. Aynan ushbu strategiyaga muvofiq aynan davlat idoralarida axborot bazasini shakllantirish, raqamli platformalarni shakllantirish, bevosita ularning integratsiyasini ta'minlashga qaratilgan turli xil platforma, ma'lumot almashinuvchi bazalar, data bazalar tashkil qilishga alohida e'tibor qaratilgan. Shuni natijasida aytishimiz mumkinki, mana raqamlashtirish darajasi o'sib borishi oqibatida xodimlar kamayyapti, xarajatlar oshib boryapti. Oxirgi demak, mana bu raqamlashtirish prognoz raqamlashtirishga ketgan nima o'sayapti, shunga nisbatan xarajat ko'payapti. Shunday. Rahmat. Olingan so'zga. Marhamat. A'zolari umuman formatda qatnashayotgan marhamat ilmiy kengash a'zolari kimda qanday savollar bor? Marhamat. Chatta savol berilgan ekan, marhamat Abdulla. Beraman, mayli. Begzod degan savol ekan. Birinchi savol, prognoz davrlarini ishlab chiqishda nega aynan trend modeldan foydalangansiz va bunda qanday mezonlarni asos qilib olgansiz deyapti. Ikkinchi savol, qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimida gender tengligini boshqarishni qanday izohlagan bo'lardingiz? Gender bilan ishlayapmiz. Endi balans bilan ishlash uchun. Birinchi savol shu trend modelidagi qanday mezonlarni asos qilgansiz? Vazirlardan ayollardan vazir chiqgan. Savol beraman. Rahmat ustoz savol uchun. Birinchi savolga keladigan bo'lsak,
Biz ekonometrik modelini tuzib chiqqanimizdan keyin aynan ularni ko'rsatkichlarini turli xil testlar orqali dissertatsiya ishimizda ko'rsatganmiz. Ya'ni bu yerda Dickey Fuller testi, F mezon hamda ya'ni trend modelini ishlab chiqishdan oldin Meyer mean absolute percent error foizlarda o'rtacha absolut xatolik koeffitsiyentini ko'rganimizda, ya'ni koeffitsient qiymati 15% dan kichik shartini bajargan. Ya'ni natijaviy ko'rsatkich 2,3% ni tashkil qilgan va bu bevosita ko'p omilli ekonometrik modelni prognozda foydalanishga imkon beradi degan xulosani shakllantiradi. Aynan shu xulosadan kelib chiqqan holda biz ta'sir etuvchi omillar bo'yicha bevosita trend modeli tuzdik va trend model natijalari ushbu quyidagi ko'rsatkichlarni tashkil qildi. Ikkinchi savolga yuzlanadigan bo'lsak, gender masalasida albatta xorijiy mamlakatlar tajribasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, u yerda aynan bevosita agar subyektlar misolida oladigan bo'lsak, gender masalasi juda ham muhim. Bu Birlashgan Millatlar Tashkilotini 17 maqsadida ham o'rin egallagan bu indikatorlar. Albatta bizda ham bu yo'nalishlarga katta e'tibor qaratilmoqda hozirgi kunda. Endi bizning asosiy dissertatsiya ishimizda vazifalarida gender masalalari joy olmaganligi sababli unchalik chuqur o'rganmaganmiz. Lekin umumiy tartibda ushbu gender masalasiga umumiy holatni keltirib o'tganmiz. Ya'ni qishloq xo'jaligida hozirgi kunda ayol fermerlar o'rtacha 15% ni tashkil qilishi turli xil tadqiqot manbalarida ko'rsatmoqda. Rahmat. Savol. Bu o'sganligida. Chunki 3-4 yil oldin 6%. Marhamat, yana savollar bormi? Onlayn formatda qatnashayotgan ilmiy kengash a'zolari. Marhamat. Marhamat, agar boshqa savollar bo'lmasa, menda ham bir ikkita savollar bor edi. Ana avtoritetda Lazizbek birinchi jadvalda qishloq xo'jaligida davlat boshqaruv samaradorligini baholash indikatorlari deb nomlangan. Shunday savol paydo bo'ladiki, mavzu qishloq xo'jalik boshqaruv tizimida va ushbu ishlab chiqilgan indikator faqat davlat boshqaruviga tegishlimi? Chunki sababi mana siz avtoritetda o'zingizning mavzungizda nodavlat tashkilotlar to'g'risida ham ma'lumot berdingiz. Shuning uchun nodavlat tashkilotlariga alohida baholash ko'rsatkichlari, indikatorlar qo'llaniladimi? Shu sabablarni bilmoqchi edim. Rahmat ustoz savol uchun. Biz aynan qishloq xo'jaligi boshqaruvni tadqiq qilganimizda, ilmiy ishimizda asosiy endi bizda ko'p masalalar bor, boshqaruvga taalluqli. Ko'p yo'nalishlarni aytishimiz mumkin, lekin biz asosiy e'tiborni aynan davlat boshqaruviga, samaradorligiga qaratganmiz. Va shundan kelib chiqqan holda aynan biz taklif qilinayotgan baholash uslubi aynan hududlar kesimida, viloyatlar kesimida va respublika darajasida ham bevosita shu baholashga yo'naltirilishi mumkin. Lekin bu universal tarzda tashkil qilingan baholash uslubi, lekin bu uslubni yanada chuqurlashtirish, yanada ixtisoslashtirish mumkin. Ya'ni har bir hududni o'zini ixtisoslashuvidan, tabiiy resursidan, infratuzilma sharoitidan kelib chiqqan holda ushbu hududlarning muammolari aynan shu yo'nalishlarda shakllanadi. Ya'ni ushbu muammolardan kelib chiqqan holda bu indikatorlarni yanada chuqurlashtirish mumkin. Ya'ni bizda asosan paxta g'alla, meva sabzavot hamda chorvachilikka yo'naltirilgan hududlar asosini tashkil qiladi. Tushunarli, rahmat. Menda keyingi savol mana shu jadvalda bitta indikatordan biri bergansiz agro-konsalting xizmatlaridan foydalanish darajasi. Endi ijtimoiy so'rovnoma asosida siz mana shu indikatorlar asosida baholagansiz. Aynan mana shu agro-konsalting xizmatlaridan foydalanish darajasini qanday aniqlagansiz va u qanday natija bergan bu daraja? Rahmat ustoz savol uchun. Aynan biz amaliyotda boya aytib o'tganimizdek bu baholash usulini sinab ko'rdik.
klasterlar misolida, ya'ni agro konsalting xizmatlari, ya'ni fermerlar uchun agronomiya, bozor maslahatlari, hosilni parvarishlash bo'yicha tavsiyalar nuqtai nazaridan so'rov o'tkazildi, aynan ushbu agro subyektlardan. Va ko'p hollarda ularning fikriga ko'ra faqat zarur hollarda murojaat qilishadi. Chunki bizda asosan biz g'allaga asoslashgan klasterni olganimiz uchun ular asosan intensiv tarzda mahsulot yetishtirishdi. Unchalik murojaat qilmasligi, ya'ni tajribani o'zi shakllanganligi nuqtai nazaridan shunaqa fikr bildirishgan. Lekin biz o'ylaymizki, bu baribir xorijiy mamlakatlar tajribasida ham agro konsalting xizmatlari juda ham muhim. Sizga aniqlashtirish uchun mana nechta respondentlar bo'lgan, umumiy mana siz ijtimoiy so'rov o'tkazgansiz. Mana shu respondentlar umumiy sonidan nechtasi shu agro xizmatlardan foydalangan. Mana shu nisbatga e'tibor olib va siz foydalanish darajasini aniqlagansiz. Nechtasi umumiydan foydalangan va foydalanmagan. Shundan kelib chiqib darajasini aniqlanadi. Mana shuni bilmoqchi edim. Nechta respondent? Biz rahmat ustoz savol uchun amaliyotda ushbu uslubni qo'llanishimizda biz aynan vazirlarni birinchi baholashda aynan shu yo'nalishda faoliyat olib borayotgan yuqori tajribaga ega bo'lgan ekspertlardan birinchi vazirlarni shakllantirdik. Ya'ni 6 ta ekspert misolida shakllantirdik. Xususan 15 ta agro subyektlardan so'rov o'tkazdik va yakuniy natijamizga ko'ra aynan ma'lumot maslahat xizmatlarida agro konsultantlarning xizmatlari bevosita o'rtacha fermerlar tomonidan bahosi 2 bahoni shakllantirgan. Ya'ni biz aynan formula jarayonida o'rtacha hisoblash formulasini taklif qilganimiz uchun ular umumiy baholash tizimidan kelib chiqqan holda shu ikkinchi aniqlovchi subindikatorni tashkil qildi. Bu aynan shu zarur hollarda bevosita murojaat qilishi, qolgan paytlar aynan unga unchalik muhtoj emasligi, ya'ni shu tomondan ko'rsatdi. Subyektlar kim edi shunda, klastermidi yo fermerlarmi? Yo'q, klasterni biz boshqaruv obyekti sifatida oldik. Ularga a'zo fermerlar nuqtai nazaridan baholadi. Mana shu Bek Agroga qancha a'zo fermerlar? Aytib bilasizmi? Bu fermer xo'jaliklari 212 ta tashkil qiladi hozirgi kunda. Aynan ularning yer maydoni 8183 gektarni tashkil qiladi. Va oxirgi savol mana avtoreferatda 6-rasmda siz bergansiz agrar tarmoq nodavlat boshqaruv tuzilmalari milliy federatsiyasining hamkorlik munosabatlarida siz bu yerda nodavlat tashkilotida savdo sanoat palatasi kiritilgan. Ushbu munosabatlarda. Endi menda savol shunday paydo bo'ladiki, bu endi agrar tarmoq bo'lgandan keyin fermerlar kengashi bu ham nodavlat tashkiloti. Nima sababdan fermerlar kengashi bu yerda kiritilmagan? Rahmat ustoz savol uchun. Fermerlar kengashini biz normativ huquqiy hujjatini tahlil qilganimizda ular o'zi ixtisoslashuvdan aytadigan bo'lsak, oddiy uyushmaga o'xshagan tashkilot hisoblanadi. Lekin ular aynan hukumat tomonidan qarorlar bilan tashkil qilingandan keyin ulardan nodavlat tashkilotlarga xos bo'lmagan funksional vazifalar, funksiyalar joriy qilingan. Ya'ni bu dissertatsiyamizning prezentatsiyamizning ilovalarida ham keltirilgan. Ya'ni bu yerda shu fermer xo'jaligiga a'zo bo'lish majburiy hamda a'zolik badallari to'laganda ya'ni 6%, 50 sentner g'alladan oshganda, yuqori hosil olganda 3% miqdorda majburiy tarzda to'lovlar amalga oshirilishi. Aynan bu nodavlatga xos bo'lmagan xususiyat hisoblanadi. Chunki bu fermer xo'jaliklari asosan shu fermerlarning tashabbuslari orqali tashkil qilingan tashkilot, lekin amalda u kvazi boshqaruv idorasiga, davlat idorasiga o'xshab qolgan. Shu nuqtai nazardan biz uni bu qonunga kiritmadik. Tushunarli. Rahmat.
Rahmat. Endi siz chiqishingiz mumkin. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, muhokamani davom ettiramiz. Dissertantning ilmiy rahbari, iqtisodiyot fanlari doktori professor Farmonov To'lqin Qaytmurodovichning yozma xulosalari mavjud. Yo, bir kirib chiqdi to'qin. Xohlarim endi darsda bo'lganlari uchun ularning yozma xulosalari mavjud. Keyingisi mana mazkur dissertatsiya ishiga kelgan yetakchi tashkilotlarning rasmiy takrizi va avtoreferatga kelgan takliflar bilan tanishtirish uchun so'z marhamat. Rahmat so'z. Ushbu dissertatsiya ishiga Guliston davlat universiteti yetakchi tashkilot sifatida ko'rsatilgan. Vaqt nuqtai nazaridan faqat shu mulohaza bilan xulosasini o'qilgan. Jumladan bir qancha mulohazali joylarni ham ta'kidlab o'tgan. Misol uchun qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimida inklyuziv boshqaruv tamoyillarini hisobga olgan holda kadrlar tarkibida gender va yosh siyosat masalalarini innovatsion boshqaruv nuqtai nazaridan alohida tahlil qilishni tavsiya sifatida bergan. Shuningdek, funksional boshqaruv tuzilmalari o'rtasida vakolatlar taqsimoti va o'zaro hamkorlik mexanizmlarida muayyan nomutanosibliklar ilmiy jihatdan ochib berilganda yanada yaxshi bo'lar edi deb yozilgan. Shuningdek, qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimida raqamlashtirish jarayonlarini kompleks va tizimli joriy etish mexanizmlarini kengroq ochib berish tavsiya etilgan. Shuningdek, qishloq xo'jaligida davlat va nodavlat boshqaruv organlari faoliyatini samaradorligini oshirish va ular o'rtasidagi integratsiyalarni umumlashtirgan holda kadrlarning qo'nimsizligini kamaytirish hamda agrar tadbirkorlik o'rtasidagi mustahkamlanuvchi yo'nalishlarni mutanosibligini ochib berganda yaxshiroq bo'lardi deb yozyapti va ushbu bilan umumiy olganda dissertatsiya ishiga ijobiy xulosa berilgan va ushbu tutash ixtisosliklar bo'yicha barcha talablarga mos keladi hamda tadqiqotchi Jonqulov Laziz Shakirboy o'g'lining qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimida funksional innovatsion tuzilmalarni rivojlantirish mavzusidagi dissertatsiya ishi iqtisod fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya vaqti referati Oliy assotsiatsiya komissiyasi talablari asosida rasmiylashtirilganligi va ushbu tutash ixtisosliklar bo'yicha ilmiy kengash himoyasiga tavsiya etilgan va shu bilan birga ushbu universitetdan ikkita taqrizchi ham ta'minlangan. Bular iqtisod fanlari doktori professor Burxonov tomonidan ham bir qancha kamchiliklar va xulosa ijobiy, xususan kamchiliklar axborot almashinuvining yagona platformasi, ma'lumotlar integratsiyasi va raqamli monitoring tizimlarini muvofiqlashtirish masalalari ham ishda atrof bo'yicha o'rganilishi maqsadga muvofiqligi aytilgan. Shuningdek, funksional boshqaruv tuzilmalari o'rtasida vakolatlar taqsimoti va o'zaro hamkorlik mexanizmlari muayyan nomutanosib ilmiy jihatdan ochib berilganda ishning ahamiyati yanada ortgan bo'lardi deb yozgan va bu kishi ham ijobiy xulosa bergan. Shuningdek, ikkinchi taqrizchi sifatida ushbu Guliston davlat universitetining buxgalteriya iqtisodiy va moliya kafedrasi dotsenti Bo'riboyev tomonidan ham ijobiy xulosa berilgan. Shu bilan birga ushbu dissertatsiya avtoreferatiga 13 ta tashqi taqriz olingan. Shundan ikkitasi chet el oliygohlaridan va 11 tasi o'zimizning respublika oliy ta'lim muassasalari va tashkilotlaridan olingan. Jumladan Namangan davlat universiteti iqtisodiyot nazariyasi kafedrasi mudiri professor Rashidov tomonidan ijobiy xulosa berilgan. Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiya instituti professor Shermatov tomonidan ham bitta kamchilik yozilgan. Bu aynan ekonometrik nuqtai nazardan ko'p omilli ekonometrik modellar asosida ishlab chiqilgan prognoz ko'rsatkichlari ilmiy jihatdan ishonchli bo'lsa-da, modelga kiritilgan ayrim tashqi omillar, masalan, global narxlar o'zgarishi, iqlim xavflari, tashqi savdo cheklovlari bo'yicha alternativ, ya'ni proksilar ishlab chiqilganda yaxshiroq bo'lardi deb aytilgan. Va Buxoro davlat universiteti professor Ibragimov tomonidan Qarshi davlat texnika universiteti innovatsion iqtisodiyot kafedrasi mudiri professor Hamrayeva tomonidan, shuningdek Berdak nomidagi Qoraqalpog'iston davlat universiteti iqtisodiyot va turizm va biznesni boshqarish kafedrasi professor Savuxanov tomonidan ijobiy xulosalar berilgan va
Shuningdek, chet eldan ikkita xulosa olingan. Bu Irkutsk davlat universiteti iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi kafedrasi mudiri dotsent Kuznetsova tomonidan ijobiy xulosa berilgan, kamchiliklar ko'rsatilmagan. Shuningdek, Janubiy Ural davlat universiteti iqtisodiyot va xalq xo'jaligida boshqaruv kafedrasi dotsenti Nizomuddinova hamda Juvin olimlar professorlar tomonidan ijobiy xulosalar berilib, hech qanday kamchiliklar ko'rsatilmagan. Rahmat. Yetakchi tashkilot va avtoritar takliflarda ko'rsatilgan kamchiliklar bo'yicha marhamat o'z munosabatini bildirish uchun so'z dissertatsiya. Rahmat ustoz. Yetakchi tashkilot Guliston davlat universitetiga ishimizni ko'rib chiqib, o'z munosabatini bildirib, ijobiy xulosa berganliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Ko'rsatilgan kamchiliklar yuzasidan fikr bildirishga ruxsat bersangiz, aynan qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimida raqamlashtirish jarayonlarini kompleks va tizimli joriy etish mexanizmlarini kengroq ochib berilganda ilmiy ishning mazmuni yanada boygan bo'lar edi degan kamchilikka ushbu fikr uchun minnatdorchilik bildiramiz. Tadqiqot doirasida va belgilangan vazifalardan kelib chiqqan holda mazkur masala alohida yo'nalish sifatida chuqur yoritilmadi, biroq bildirilgan taklif va muhim juda ham dolzarb hisoblanadi. Kelgusi ilmiy ishlarimizda albatta inobatga olamiz. Shuningdek, avtoreferatdagi kamchiliklar va mulohazalar aksariyat qismi ilmiy ishimizda bor, lekin avtoreferat hajmi cheklanganligi sababli u ma'lumotlarni kiritishga imkon bo'lmadi. Lekin yuqorida bildirilgan fikr, mulohazalar, takliflar va kamchiliklarni qabul qilamiz va albatta yangi ishlarimizda inobatga olamiz. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, muhokamani davom ettiramiz. Endi so'z rasmiy opponentlarga. Birinchi rasmiy opponent iqtisodiyot fanlari doktor professor Hasanov Tahir Abdurashidovga beriladi. Marhamat. Faqat shu bildirilgan kamchiliklar va xulosa qismini o'qilaman. Asosiy kamchiliklar va xulosa qismi. Jumladan, tadqiqotda qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimi samaradorligini baholash ko'rsatkichlari ishlab chiqilgan. Ushbu ko'rsatkichlardan foydalanuvchilar, baholovchilar va xulosa chiqaruvchilar o'rtasida integratsion aloqalar yuzasidan keyinroq ilmiy mulohazalar berilganda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shuningdek, dissertatsiyada davlatning qishloq xo'jaligidagi davlat boshqaruv rolining iqtisodiy samarasini ochib berilgan bo'lsa-da, davlat ishtirokining cheklanishi yoki kengayishining natijasida qanday iqtisodiy ssenariylar yuzaga kelishi jihatdan qarashlar yanada boyitilganda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shuningdek, dissertatsiyada qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimida kadrlar ta'minoti masalasi yoritilgan bo'lsa-da, boshqaruv kadrlarining malakasi, innovatsion va raqamli ko'nikmalarning boshqaruv samaradorligiga qanday ta'siri alohida yoki chuqur tahlil qilinganda tadqiqotning ilmiy va amaliy qiymati yanada oshgan bo'lar edi deyilyapti. Va tadqiqotda qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimida qaror qabul qilish jarayonlarida yoritilgan, biroq qarorlarning iqtisodiy samarasiga ta'sir etuvchi omillar bo'yicha kengroq tahlil qilinganda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Umumiy olganda yuqorida bildirilgan taklif va mulohazalar dissertatsiya ishining mazmun va asosiy natijalariga hech qanday keskin ta'sir ko'rsatmaydi va bular tavsiya xarakterga ega. Xulosa qilib aytganda, oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohasida strategik rivojlanish va tadqiqotlar xalqaro markazi tadqiqotchisi Jonaqulov Laziz Shakarboyevning ushbu tutash ixtisosliklar bo'yicha yozilgan dissertatsiya ishi to'liq yakunlangan va mustaqil bajarilgan tadqiqot ishi bo'lib, uning muallifi ushbu tutash ixtisosliklar bo'yicha iqtisodiyot fanlari falsafa doktori, PhD ilmiy darajasi olishga loyiq deb hisoblayman. Rahmat. Rasmiy opponent taklifida ko'rsatilgan kamchiliklar bo'yicha o'z munosabatingizni bildirish uchun marhamat, so'z sizdan. Rahmat ustoz. Avvalo birinchi rasmiy opponentim professor Tohir Abdurashidovichga samimiy minnatdorchilik bildiraman. Qimmatli vaqtlarini, ayniqsa ilmiy ishimizni ko'rib chiqib, xolis va asosli fikr mulohazalar bildirganlari uchun alohida tashakkur etaman. Ustoz tomonidan ta'kidlangan kamchiliklar o'rinli ekanini tan olamiz va ularni qabul qilamiz. Kelgusi ishlarimizda aynan
taklif tavsiyalarini bevosita inobatga olamiz. Rahmat. Keyingi so'z rasmiy opani iqtisodiyot fanlari falsafa doktori dotsent Beglayev Uchqun Quramovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ilmiy kengash raisi va a'zolari. Bugungi tadqiqot ishi bo'yicha Jonqulov Laziz Shakarboyev o'g'li tomonidan tayyorlangan qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimida funksional innovatsion tizimlarni rivojlantirish mavzusidagi 080004 qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti va 080013 menejment ixtisosliklari bo'yicha tayyorlangan falsafa doktor PhD dissertatsiya ishi avtoreferati bilan tanishib chiqqanida mavzu bugungi kundagi eng dolzarb mavzulardan hisoblanadi. Tadqiqotchi dissertatsiya ishida quyidagi jihatlarga alohida e'tibor qaratgan. Bugungi kunda global iqlim o'zgarishi, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash zarurati hamda agrar sohada bozor mexanizmlarining chuqurlashuvi sharoitida qishloq xo'jaligini samarali boshqarish masalasi alohida dolzarblik kasb etadi. Ayniqsa davlat boshqaruv tizimini ixchamlashtirish, funksiyalarni optimallashtirish, boshqaruv jarayonlariga raqamli texnologiyalarni joriy etish va innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish agrar tarmoqning barqaror rivojlanishini ta'minlovchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimining samaradorligi ko'p jihatdan mavjud institutsional tuzilmalarning moslashuvchanligi, boshqaruv qarorlarining tezkorligi hamda resurslardan oqilona foydalanish darajasi bilan belgilanadi. Amaldagi boshqaruv tizimidagi funksiyalarning takrorlanishi, axborot almashinuvi cheklovlar boshqaruv samaradorligini pasaytirishda asosiy omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda dissertatsiya ishida keltirilgan asosiy dolzarb muammolar Jonqulov Laziz Shakarboyev o'g'li tomonidan agrar sektorni modernizatsiya qilish va boshqaruv tizimini takomillashtirish bilan bog'liq bo'lgan asosiy vazifalarga to'liq mos keladi hamda yuqori ilmiy ahamiyatga ega hisoblanadi. Dissertatsiya ishi kirish 3 ta bob, xulosa va takliflardan foydalanilgan va adabiyotlar ro'yxatidan iborat. Dissertatsiya ishining birinchi bobida qishloq xo'jaligi boshqaruv tuzilmalarini rivojlantirishning ilmiy, nazariy va uslubiy asoslari deb nomlanib, qishloq xo'jaligida boshqaruv tizimini shakllantirish va rivojlantirishning fundamental nazariy masalalari ilmiy asosda tadqiq etilgan. Muallif tomonidan agrar sohada boshqaruv tizimining iqtisodiy mohiyati, vazifalari, funksiyalari hamda uning institutsional asoslari kompleks yondashuv asosida ochib berilgan. Dissertatsiya mazkur bobida xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari keng qamrovli o'rganilib, ular tizimli ravishda umumlashtirilgan. Xususan, boshqaruv atamasiga olimlar tomonidan berilgan nazariy qarashlar va ta'riflar mazmunan qiyosiy tahlil qilingan bo'lib, klassik boshqaruv nazarlaridan tortib zamonaviy institutsional va funksional yondashuvlarga bo'lgan olimlarning ilmiy qarashlari aks ettirilgan. 16-bet. Bundan tashqari muallif tomonidan qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimining rivojlanish bosqichlari, tarixiy institutsional omillarni hisobga olgan holda tahlil qilinib, ular 4 ta bosqichga ajratilgan holda tahlil qilingan. 19-20-betlar. Dissertatsiyaning 1-2 paragrafda xorijiy mamlakatlarda amaliyotda qo'llanayotgan boshqaruv samaradorligini baholash uslublari va modellari tahlil qilinib, ularning ustun jihatlari, amaliy natijalari hamda milliy sharoitga moslashtirish imkoniyatlari yoritib berilgan. Dissertatsiya ishining 2-bobi qishloq xo'jaligida boshqaruv tizimi va funksional innovatsion boshqaruv tuzilmalarini rivojlantirishning hozirgi holati deb nomlanib, bunda tizimni chuqur tahlil va empirik materiallar asosida kompleks o'rganilgan. 69-108-betlar. Mazkur bob tahliliy asosini tashkil etib, unda boshqaruv tizimining real holati, mavjud muammolar, ularning kelib chiqish omillari, yondashuvlari yoritib berilgan. Shuningdek, tadqiqotchi tomonidan qishloq xo'jaligi sohasini boshqarishga ajratilayotgan budjet xarajatlari, boshqaruv organlari xodimlar soni, ularning tarkibi hamda moddiy texnika bazasining holati bo'yicha bir qator statistik jadvallar va grafiklar keltirib o'tilgan. Dissertatsiya ishining 3-bobi esa qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimi va boshqaruv tuzilmalarini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi deb nomlangan. Bu bobda muallif tomonidan bugungi kundagi asosiy muammolar va uni bartaraf etishga qaratilgan aniq ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan bo'lib, bunda qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimini takomillashtirishga xizmat qiladigan takliflar berilgan. Aynan bu takliflar
111-120 betlarda keltirib o'tilgan. Dissertatsiya ishi yakuniy qismida qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimini funksional innovatsion yondashuvlar asosida takomillashtirishga qaratilgan ilmiy xulosalar hamda amaliy ahamiyatga ega takliflar tizimli ravishda umumlashtirilgan hamda dissertatsiya ishi mazmunan va tuzilishi jihatdan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan PhD dissertatsiyasiga qo'yilgan talablar asosida tayyorlangan. Yuqoridagi keltirilgan ijobiy natijalar bilan birgalikda dissertatsiya ishida ayrim kamchiliklar ham xarakterga ega kamchiliklar ham ko'zga tashlanadi. Bular quyidagilar. Birinchisi, dissertatsiyada qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimini takomillashtirish masalalari milliy sharoitdan kelib chiqqan holda kompleks yoritilgan. Shu bilan birga O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonining qishloq xo'jaligi boshqaruviga ehtimoliy ta'siri, xususan davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlari va boshqaruv funksiyalaridagi o'zgarishlar alohida tahlil qilinganda tadqiqot ishining ilmiy qiymati yanada oshgan bo'ladi. Ikkinchisi, tadqiqotda boshqaruv tizimini takomillashtirish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish imkoniyatlari ko'rsatilgan. Shu bilan birga funksional innovatsion tuzilmalarning resurslar tejamkorligi, yer, suv, mehnat ta'siri iqtisodiy ko'rsatkichlar orqali kengroq ochib berilganda ishning jozibadorligi yanada ortgan bo'lar edi. Uchinchisi, dissertatsiyada boshqaruv tizimini takomillashtirishda axborot almashinuvi va ma'lumotlar integratsiyasi muhim omil sifatida ko'rsatilgan. Shu bilan birga axborot almashinuvi samaradorligining iqtisodiy natijalarga ta'siri alohida kengroq bayon qilinganda ishning mazmuni yanada ortgan bo'lardi. To'rtinchisi, dissertatsiyada funksional innovatsion boshqaruv tuzilmalarini joriy etish masalasi ilmiy jihatdan asoslangan bo'lsa-da, boshqaruvdagi ochiqlik tamoyillarining o'zgarishi yanada batafsil yoritilganda ishning ilmiy ahamiyati yanada oshgan bo'ladi. Umuman olganda yuqorida bayon etilgan mulohaza va tavsiyalar dissertatsiya ishining mazmuni, unda olingan ilmiy natijalar hamda chiqarilgan xulosalarning ahamiyatini pasaytirmaydi. Aksincha, mazkur fikrlar tadqiqot ishini yanada boyitish va takomillashtirishga qaratilgan tavsiyaviy xarakterga ega ekanligi bilan izohlanadi. Xulosa qilib aytganda, Joniqulov Laziz Shakarboy o'g'li tomonidan tayyorlangan qishloq xo'jaligi boshqaruv tizimida funksional innovatsion tuzilmalarni rivojlantirish mavzusida iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya ishi va uning avtoreferati nizom talablari asosida tayyorlangan va tadqiqot davomida qo'yilgan maqsad vazifalar to'liq amalga oshirilgan, ish mustaqil bajarilgan hamda ilmiy nazariy va amaliy jihatdan tugallangan tadqiqot ishi sifatida baholash mumkin. Shu boisdan dissertatsiya muallifi Joniqulov Laziz Shakarboy o'g'lini 080004 qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti va 080013 menejment ixtisosliklari bo'yicha iqtisodiyot fanlari falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga munosib so'layman. Rahmat. Rahmat. Rasmiy opponent taklifida ko'rsatilgan kamchiliklar bo'yicha o'z munosabat bildirish uchun marhamat, so'z dissertantga. Rahmat. Avvalambor ikkinchi rasmiy opponentim dotsent Uchqun Qur'onovichga minnatdorchilik bildiraman. Hurmatli vaqtlarini ayamay, ilmiy ishimizni ko'rib chiqib, xolisona baho berganlari uchun. Albatta, ustoz tomonidan ko'rsatilgan kamchiliklar barchasi o'rinli va ularni qabul qilamiz. Albatta, keyingi ishlarimizda inobatga olamiz. Rahmat. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, dissertatsiya himoyasining rasmiy muhokamasi tugadi. Kim norasmiy opponent sifatida so'zga chiqmoqchi? Marhamat. Iqtisodiyot fanlari doktori professor Nazarqulov Umidjon Rahimjonovich, marhamat. Rahmat, Lazizbek, yaxshi natijalarni ko'rsatib turibsiz, chunki men nima uchun aytyapman, o'zi birinchi hali muhokama qilinishda men o'zim qilgan edim, taklif bergan edim. Shunda ish ancha nima deydi, tugallanib, mana yetib keldi, pishib ko'ryapmiz. Birinchi tomondan, ikkinchi tomondan Lazizbekni ko'ryapmiz, mana taqdim etishini, o'zini mana anaqasini nima deydi, mavzuni bilishi, shu chuqur bilishi va uni mana masalan bergan savollarga javob berishdan ko'rinib turibdi. Yetukligi ilmiy inson sifatida yetib kelgani ko'rinib turibdi. Albatta bu muammo juda dolzarb. Chunki biz men o'ylaymanki,
bu yerda juda muhim. Bizlarda hali ham masalan qishloq xo'jalik boshqaruvida yoki boshqa sohalarda ham administrativ qo'mondonlik elementlari qolib kelyapti. Juda unaqa tormoz sifatida. Va o'ylaymanki sizni bu qilgan ishiniz shunga teskari shuni bir qandaydir boshqaruvni takomillashtirish. Albatta bu qishloq xo'jaligiga aniq qilingan, qaratilgan, lekin umuman prinsiplarini boshqa sohalarga ham umuman nazariy jihatdan ham praktik jihatdan juda katta ahamiyatga ega deb o'ylayman. Albatta ish yuqori darajada mana bitirildi. Albatta yana keyinroq bir yondashuvlar bo'lganda o'ylaymanki yana boyirdi. Masalan, bizlarda hozir juda katta muammo bo'lyapti, ko'taryapmiz, hech amalga oshira olmayapmiz. Bu kooperatsiya savollari. Chunki kooperatsiya ham bu mana shu funksional va innovatsiyalarni rivojlantirish, fermerlarga yetkazish eng birinchi pog'onasi bu anaqa qilsak bo'ladi. Klaster olgansiz albatta. Endi klaster salpa o'ylayman balandroq va anaqa nima deydi, kapitalga yaqinroq deb o'ylayman-da. Chunki fermer yerga yaqinroqda, kapitalga emas. Shuning uchun bu tomonni mana masalan Yaponiyada deylik, ular kooperatsiya orqali yechadi hamma muammolarni. Albatta siz mana Amerikani misolini berdingiz. Fransiya neytralniy anaqa bular hammasi. Masalan mana Amerikada mana USD da ularni qishloq xo'jaligi vazirligi juda katta anaqa qiladi, yordam beradi. Shu anaqa fermer uyushmalari bilan birgalikda juda anaqa nima deydi, garmonizировать qiladi-da. O'zbekchada so'z esdan chiqib ketdi. Shuning uchun integrallashgan holatda, shuning uchun bu tomonlarni ham bir ko'rib chiqqanmiz. Endi o'ylayman hali oldingizda ko'p ishlar bor, ilmiy ishlar, ularni ishlatasiz deb o'ylayman. Va shu munosabat bilan yana bir tomonni aytib o'tmoqchi edim, albatta. Bizlarda mana masalan chet elda ishlaganda yo'dagi mutaxassislar aytardi, chet yoqda masalan Amerika, Germaniyalarda boshqaruv salohiyati o'zi 90-95% ishlatib bo'lingan. Bizlarda bir yangilik qila olmaymiz deydi. Sizlarda hali deydi 30-40% endi ishlagan deydi. Yana anaqalasi ko'p salohiyat. Men o'ylayman, qatras sizning ishiniz mana shunga bag'ishlanib ancha oldinroq suryapti, potensialni nima deydi, yuzaga chiqarishda katta rol o'ynayapti deb o'ylayman, o'ynaydi ham. Va shu munosabat bilan o'ylayman mana shu boshqaruv yoki 08-00-13 yoki menejment anaqasi mutaxassisligi va bevosita qishloq xo'jaligi mutaxassisligi bo'yicha, ixtisosligi bo'yicha masalan 08-004 bo'yicha juda ma'qul tushgan. Chunki biz ko'pincha ishlab chiqarishga ko'proq e'tibor berib, boshqaruvni qoldirib yuboramiz-da. Agronom yoki chorvador bo'lsa, kirishib ketadi, lekin uni iqtisodiy yoki tashkiliy tomonlarni o'ylamaydi. Albatta bizlar mana Germaniyada shunday masala bor. Ular 12-13 ming kilogramm bitta sigirni sog'ib olish imkoniyati bor. Da, shunchalik ilm rivojlangan. Lekin iqtisodda boshqaruvda 8 tonnagacha ruxsat emas, ular ham cheklamaydi. Faqat qo'llab-quvvatlaydi. Agar 8 tonnagacha anaqa sut bersa, undan oshiq bersa, o'sha qo'llab-quvvatlamaydi dedi. Nima uchun? Bozor to'yib ketadi, narxlar tushib ketadi, keyin fermerlar xarajatini qoplay olmay qoladi degan oddiy bir tushuncha, lekin shuni shunday qiladi. Bu yerda boshqaruvning roli katta. Hozir bizlar ham endi передовой bo'lib ishlab chiqarib ko'paytirib yuborsak, sotolmay qolsak, keyin fermer yoki dehqon. Shuning uchun juda o'ylayman mos kelgan ham bu ikkita yo'nalishga, anaqa ikkita ixtisoslikka ishimiz istik bo'lgani ham o'ylayman yaxshi. Shuning uchun shu aytganimga nimada asoslanib Lazbekni ishini umuman buni hozir mana shu ilmiy darajani olishda qo'llab-quvvatlashingizlarga chaqiraman. Rahmat. Yana norasmiy kompaniya sifatida Sovetxon doktor professor Sultonov Bahodir Fayzullayevich marhamat. Men gapirmasam bo'lmaydi, bizni har holda ustimizda yoshlaridan. Undaga to'g'risi men buni birinchi marta nima gapirsam chin yurakdan gapiraman. Ko'rmasdan gapiraman. Lekin birinchi marta. Himoyada odam qo'rqadi-da. Qanday gapiradi? Men bu qo'rqmay gapiraman. Ko'p gapirmasligim uchun to'rtta bo'lib oldim. Birinchisi, avvalambor chin yurakdan mana shu prezidentimizga, hukumatimizga rahmat. Oxirgi vaqtlarda mana shu kengash sonini ko'paytirgan. Ruxsat berilgan. Chunki raqobat bo'lmasa endi bu bozorda shu yerdan agar
Men mana kecha ham Andijonda telefon xabarlari bor. Andijonda himoya bo'ldi, birinchi himoya. Bu yerda Namangan ketyapti, bu yoq Qoraqalpog'da, bu yoq Samarqandda mana Shavkat aka boshchiligida. Bu yerda mana xalqaro universitetda ham ancha yonlarni ishlab ketyapti. Demak, bizda taqqoslash imkoni bor. Taqqoslash imkoni bor. Bu birinchisidan. Ikkinchisidan, endi har qanday hamma biladi, hammamiz mana shu yerda himoyani qanday boshlaganimizni, bugun doktor bo'lib o'tirganimiz hammamiz bilamiz. Kim qanday bo'lgan, qanday bo'lgan. Albatta bu yerda kollektivni, bu yerda ilmiy rahbarlarni, bu yerda ota-onani o'rni bor. Bevosita va bilvosita. Men endi bugun mana ustozimiz mana To'g'ri Hayit mana tushdi, shogirdlari. Hozir mana obyektivga ham aytildi, o'zimiz ustoz Shakarboy akani farzandlari. Bu endi men shuni tushundimki, bu yerda haligi To'g'ri aka ham uzoq yillar shu boshqaruvda ishlagan. Shakarboy aka ham bir umrlari, hayotlari o'sha boshqaruvda o'tdi. Shu ichidagi gaplarni haligi baribir ularning fikri singan-da, ozgina singan. Bu va kollektiv. Bu albatta bu kollektivda imkoniyat katta. Bu yerda faqat bitta narsa haligi Abdullajon, Nozimjon, mana hozir bu yerda bitta eng katta narsaki, baribir namunaviy ishlarni shogirdlar ko'rish kerak. Men nazar qilganim ochiq. Menga birinchi marta ustozim Rasmatov menga shuni nima berganda u. Menga bu noto'g'ri ish deb yozib aytaman. Dissertatsiyani berganimda bitta menga minus kamchilik aytgan edilar. O'zim dissertatsiyani o'qib qarasangiz ma'za qilasizda. Masalan, ayollarni ham dissertatsiyasini bunday ishtirok etmas. To'g'risida ma'za qilasiz. Bu avtoreferansni olsangiz ma'za qilasiz. Ko'ngil bilan o'zi ham ma'za qiladi. Grammatik nuqtai nazardan, toza, ozoda. Endi men naukasini mana bu ham ko'p gapirdilar. Boshqa mana Bezovga ham aytdilar, boshqalar ustozlar fikrlarini men ko'p to'xtalmayapman. Bu asosiy haligi e'tiborda. Avvalan o'zimizni ba'zi ustozlarimiz urushib shuni o'rgatganda, mana shu dissertatsiyani aytganimizda ustozlarga urushib tashlaganda. Ba'zan shunday bo'larida, Nozimjon haligi bir xillar olib keladi, haligi orqasi chernavik hozirga ko'tarib olib kelganlar bo'lganda. Ba'zan o'zimiz ham aytamiz shogirdlarga, birinchi chernavik hozir olib kelgan, u o'qimadi, lekin ba'zan bu mana bu tomondan yaxshi. Endi ochig'i men mana Tolstoyni, Lev Tolstoy bilan Chingiz Aytmatovni asarini o'qiganman o'qiysan-da masalan. Shuning uchun men hali baribir ruxsat beriladi-ku. Olamiz buni, dissertatsiyani olamiz, shogirdlarga beramiz. Buni shu aytmoqchi bo'lganimki, bugun auditoriya kichkina-da, yosh olimlarning auditoriyasi. Mana shu yerda hozir xalqaro ham doktorantlariga buni bu yerda qilsa qancha bu jamiyatga foyda bo'ladi. Va bu nimada hozir Bezovga ham juda urg'u berdilar, ko'p e'tibor beryapmiz hozir. Gender politika, ekonometrika, mana hozir xalqaro bu yerda asosiy qabul qilinadi, ko'proq ekonometrikaga chuqur yondashilgan dissertatsiyalarga ko'p urg'u beriladi. Hozir Otabek aka bilan ham gaplashyapmiz. Ba'zan endi bu hali yana havolanib ketmagan. Ba'zan odam doktor dissertatsiya hozir gaplashib kelyapmiz, kecha ham aytyaptilar. Men to'liq 100% aminman. Lazizbek endi har qanday hozir boshqaruvda ishlash qobiliyatiga ega. Qarorlarni sonigacha, sifrigacha, bandigacha bugun endi amaliyotda bemalol hayotda xohlagan vazirlik, xohlagan boshqaruv tuzilmasiga ishlash imkoniyati bor, lekin men xohlardim buni davom ettirish kerak Lazizbek. Chunki dedi metodika juda metodologiyaga chuqur berilgan. Hozir ko'p narsalar, savollar berilyapti, imkoni yo'q ish doirasida. Buni ozgina kengaytirib davom ettirsa, men shuni ko'p nomiga aytamiz, doktorlik deymiz, lekin nomiga bo'ladi odamlarga. Men chin yurakdan buni Lazizbek buni davom ettirish kerak. Buni masalan mana Bezovga ham aytganlaridek degan berdi. Shuni ekonometrikasini kuchaytirib, Umid akam aytgandek qurmaslik kerak. Biz agar o'zbek mentalitetida borda, sildirlab gapiramiz. Bugun haqiqatan ham administrativ metoddan qutulolmayapmiz. Bugun mana bosib ba'zi ishlar qilgan, hozir piyoz sotolmayapti. To'g'risida
xor bo'lib qancha mahsulotlar. Bu hammasi o'sha administrativni salbiy boshqaruvda salbiy jihatlari. Men qo'rqmasdan ko'rsatib, ma'qul maqsad menimcha bu bir namunali dissertatsiya bo'ladi, doktorlik dissertatsiyasi bo'ladi. Men shuni omad tilayman. Kelajakda ham ba'zan quruq gapiramiz bu narsani, ba'zan shogirdlar diplomni olgandan keyin qo'lni ko'tarib boshlaydilar. Men Ulug'bek shunda hazillashaman-ku. O'rnimga paniya o'zi. Yo'q, men buni yurakdan aytyapman va seni shu to'g'ri qabul qilishingizni to'g'ri qabul qilib, buni kelajakda buni yanada ilmda men ertaga mana shu stolda o'tiradigan ilmda har qanday dissertatsiyani himoya qila oladigan, fikr bildiradigan bir qobiliyatli bo'lajak bir nimani ko'rdim. Chin yurakdan aytyapman, shunga senga ishlaringizga omad. Men ham to'liq shu ustozlarni fikrlariga qo'shilgan holda va ularni da'vat qilgan holda taklif etaman, qo'llab-quvvatlashni so'rayman. Rahmat, Abdullayeviç. Yana kim norasmiy opponent sifatida? Marhamat, iqtisodiyot fanlari doktori Ismailov Akmal Maqsudovich. Marhamat, sizga. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, a'zolari. Demak, ovozim eshitilyapti. Ha, eshitilyapti. Tadqiqotchi Joniqulov Lazizbek Shakarboyog'li tomonidan bajarilgan ushbu tadqiqot ishi avvalambor men qisqacha o'z fikrimni bildirmoqchiman. Haqiqatan ham dolzarb mavzuda tanlangan va tadqiqotchi shu bilan birga juda katta ish amalga oshirilgan. Tadqiqotlarni ko'lami juda keng. Yana ikkita alohida jihatga e'tibor qaratmoqchiman. Birinchidan savol-javob yuqorida ham aytildi. Berilgan savol-javoblarga tadqiqotchi tomonidan javoblarning aniqligi va shu bilan birga ravon tilda javob berilganligi. Yana bir jihatga e'tibor bermoqchiman. Avtoriferatda ko'rib chiqdim. Avtoriferatda adabiyotlar, ya'ni nashr qilingan ilmiy ishlar ro'yxatida 2018-yildan boshlab ushbu tadqiqot ishi boshlaganligini ko'rish mumkin. Demakki, bu ishni o'zi 8 yillik ishning natijasi sifatida qarashimiz mumkin. Shuning uchun ham tadqiqot ishi haqiqatan ham yaxshi bajarilgan. Tadqiqotchi tomonidan tadqiqot davomida amalga oshirilgan mualliflik ishlanmalari yoki mualliflik g'oyalari aniq ravon keltirilgan. Bu tomonlari albatta juda yuqori darajada bajarilgan deb hisoblayman. Faqat yana bir ikkita jihatga yana e'tibor qaratilishini men so'rab qolar edim. Avtoriferat bilan tanishib chiqdim. Avtoriferatda taqdimotda keltirilgan, ya'ni prezentatsiyada keltirilgan hamma jadvallar ham yo'q. Hamma jadvallar, to'g'ri, hamma barcha ma'lumotlar avtoriferatda kiritilmagan. Savol sifatida bermoqchi edim, lekin bu taqdimotda keltirilgan ekan, o'shaning uchun chekladim o'sha javoblarni o'zi bilan. Agarda juda katta keng ma'lumotlar prezentatsiyada, ya'ni taqdimotda keltirib o'tildi. Bu ham avtoriferatga qo'shilganini men o'ylayman. Avtoriferatning ham mazmuni yanada boygan bo'lar edi. Shu bilan birga modelga ham e'tibor qaratmoqchiman. Agar matematik model natijasi sifatida qiymatlari avtoriferatda keltirilganda yanada boygan bo'ladi. Umuman olganda tadqiqotchi tomonidan bajarilgan ushbu ya'ni qishloq xo'jaligi boshqaruvi tizimida funksional innovatsion tuzilmalarni rivojlantirish mavzusidagi tashqi ixtisosliklar bo'yicha, ya'ni 08-00-04 qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti hamda 08-00-13 menejment ixtisosliklari bo'yicha bajarilgan mazkur dissertatsiya ishi tadqiqotchi tomonidan keng ko'lamda bajarilgan va Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan qo'yilgan barcha talablarga javob beradigan deb hisoblayman. Va tadqiqotchi Joniqulov Lazizbek Shakarboyog'li iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasiga loyiq deb hisoblayman va qolganlarni ham qo'llab-quvvatlashga chaqirib qolaman. Rahmat. Rahmat, Akmal Maqsudovich. Keyingi jarayonga o'tishdan oldin marhamat norasmiy opponentlarni fikr mulohazalariga o'z munosabatingizni bildirishingiz kerak. Rahmat. Avvalambor ustozimiz iqtisodiyot fanlari doktori Umid aka Nazarqulovga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Aynan shu xalqaro universitetga hujjat topshirish jarayonida birinchi bosqichda tahlilchi
rasmiy tashxischi bo'lganlar juda ham ko'p kamchilik ko'rsatganlar. To'g'risini aytsam, ushbu kamchiliklarni albatta bartaraf qildik, o'zlari bilan maslahatlashgan holatda. Shuning uchun hozirgi ustoz tomonidan bildirilgan fikrlarda ham aynan tijorat tashkilotlarida kooperatsiya munosabatlari, shuningdek xorijiy mamlakatlarda amalga oshiriladigan davlatni xaridi jihatdan intervensiya siyosatlari juda ham muhim o'rin hisoblanadi. Aynan boshqaruv bilan bog'liq. Albatta bu masalalarni keyingi tadqiqotlarda ko'rib chiqamiz. Ustoz tomonidan bildirilgan fikr mulohazalarni qabul qilamiz va minnatdorchilik bildiramiz. Xususan iqtisodiyot fanlari doktor professor Nohidar aka Sultonovga ham minnatdorchilik bildirmoqchiman. Aynan ustoz tomonidan fikr mulohazalari juda ham ko'p fikr mulohazalar berdilar. Aynan ilmiy ishimizning sifatini yanada oshirish masalasida. Shuning uchun ustozga katta rahmat aytmoqchiman. Shuningdek, ustozimiz iqtisodiyot fanlari doktori professor Akmal Maqsudovichga ham o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Ustoz tomonidan bildirilgan fikr mulohazalar juda ham o'rinli. Shuning uchun albatta keyingi ishlarimizni inobatga olamiz. Barcha ustozlarga rahmat aytmoqchiman. Rahmat. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, endi yashirin ovoz berish uchun hisob komissiyasini saylab olishimiz kerak. Endi hisob komissiyasi 3 kishidan iborat degan tarkibda tuzilsin degan taklif bor. Kim shu son jihatdan e'tirozlar yo'qmi? Endi quyidagi tartibda hisob komissiya tuzilsin degan taklif bor. Rais iqtisodiyot fanlari doktor professor Sultonov Bahodir Fayzullayevich va a'zolari Nazarkov Rahimjanovich va Jo'rabayev Otabek Jo'rabayevich. Kim ushbu tarkibda hisob komissiya tuzilsin desa, ovoz berishlaringizni so'rayman. Rahmat. Endi hurmatli ilmiy kengash a'zolari, hisob komissiya a'zolari o'z ishini, faoliyatini marhamat boshlashi mumkin.